Assalomu alaykum qadrli ustozlar va o'quvchilar va abituriyentlar. Hozirgi videomizda sizlar bilan 15-yil 2026-yil 2-smenada majburiyga tushgan o'nta savolni ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Birinchi savolimiz tenglamani yeching debdi. Demak, modulli tenglama beribdi. Xo'p, bunda modulli qismini bir tomonga qoldiramiz, ya'ni modulda -x ni o'ng tomonga olib o'tsak, bu yoqda 5 qoladi. Demak, modulda -x 5 ga teng bo'lyapti. Bundan kelib chiqadi, qaysi sonni moduli 5 ga teng? -5 va +5 ni. Demak, -x +-5 ga teng bo'ladi-da. Demak, x ni topsam bunda baribir +-5 chiqadi. Demak, ildizimiz 5 chiqar ekan. Ikkinchisi hisoblang debdi. Demak, 256 ni birinchi 100 ga bo'libdi. Bunda bizada ikkita virgul chapga suriladi. 2,56. 13 ni o'ngga bo'lsak esa 1,3. Mana buni orqasiga 0 qo'yib olsam bo'ladi. Ayiramiz. 6, 2, 1. Demak, 1,26 chiqar ekan. 3. Agar x qo'shilgan y qo'shilgan z 3 bo'lsa, mana buni hisoblang debdi. Endi e'tibor qilamiz. Qauslarni bemalol tashlab yuborsak ham bo'ladi, chunki hammasini oldida plus. X lar mana 2 ta bo'lyapti, y lar ham 2 ta, z lar ham 2 ta. Demak, bu ifodani mana bunday ko'rinishda yozib olish mumkin ekan-da. Endi e'tibor qilamiz. Tepadagi narsani 2 ga ko'paytirilgan bo'lib qoldi bu. 2 kira 3. Demak, bu bizada 6 ga teng bo'ladi. To'rtinchisi, 7 burchakli prizmada nechta qirrasi bor? Eslab qolamiz. Demak, n burchakli prizmada 3n ta qirrasi bo'ladi. Demak, bundan kelib chiqadiki, 3 ko'paygan 7 ta qirrasi bor-da buni. Ya'ni 21 ta. Keyingisi, Abror 12 km yo'lni 25% ni yurdi. U yana qancha yo'l yurishi kerak deyapti. Demak, birdaniga 25% ni yurgan bo'lsa, bizda yana 75% qoladi. Umumiy yo'l 100% hisoblanadi. 12 ni 75% cha masofa yana bosib o'tish kerak bo'ladi-da. Mana shuni topsak bo'ldi. 12 ko'paygan 75% degani 3 taqsim 4 bo'ladi. 12 bilan 4 qisqarsa 4 ga bu yerda 3 qoladi. Demak, bizda yana 9 km yo'l bosish kerak bo'lar ekan-da. 6. Kubda nechta qirrasi bor? Siqasi chiqib ketdi bu savolni. Demak, yuqorida ko'rsatgan savolimizdan yetsak ham bo'ladi. Mana n burchakli dedik-ku. Asos 4 burchak bo'ladi-da bunda kubda. Demak, 4 kira 3 12 ta qirra bo'ladi-da bunda. Yuqoridagidan foydalanib yechdik. Keyingisi, agar 200 ta kubni umumiy hajmi 24 metr kub bo'lsa, bitta kubni hajmi qancha santimetr kub? Demak, 200 tasiniki 24 metr kub bo'lsa, endi santimetr kubda so'rayapti-ku, buni birdaniga santimetrga o'tkazamiz. 24 ko'paygan bu 1 metrni kubi-da. 1 metrni santimetrga o'tkazsak, bizda 100 santimetr bo'ladi. Mana shuni kubiga aylanyapti. Mana. Demak, bu 24 kub bo'lsa, n darajasi 6, yana 6 dan 0 bo'ladi-da, ya'ni 24 million santimetr kub bo'lar ekan 200 tasi. Bizdan bittasini hajmini so'rayapti. Demak, buni topish uchun 24 million santimetr kubni bo'lamiz shunchaki 200 ga. 2 ta 0 ni o'chirsak ikkalasidan, bizda demak 12 va 4 ta 0 qolar ekan. Mana. Demak, 120 ming santimetr kub bo'lar ekan bittasi. Mana shuni so'ragan edi. 8. Proporsiyani noma'lum haddini toping degan. Demak, bu tenglama proporsiya tenglama hisoblanadi. Buni yechishimiz uchun
Mana bu 3 bilan x ni ko'paytirib 7,8 ni 4 ga ko'paytirib tenglashtirishimiz kerak. Bu proporsiyaning asosiy xossasi edi. Demak, 3x barobar 7,8 ko'paygan 4. 7,8 ni endi 3 ga bo'lsak bo'ladi. Shuni qisqaradi deb hisoblasak, xo'p, 7 ni bo'lsam 2 tadan 18 bo'ladi. 18 ni 3 ga bo'lsam 6 mana. Demak, x imiz 2,6 kara 4 qoldi-da. Buni demak hisoblaydigan bo'lsak 6 ko'paytirilgan 4 24, 2 qolib 7. 4 kara 2 8, 2 qolgani bilan 10 bo'ladi. Demak, javob 10,4 bo'lar ekan bunda. 9-savolimiz ko'paytirishni bajaring degan. Demak, bu juda oson. 8 ni 14 ga ko'paytiraman. 8 kara 14 nima bo'ladi? 8 kara 4 2. Xo'p, 3 qolib 7 11. Demak, 3 ta virgul surishim kerak. Bunda bitta, bunda ikkita. Mana, yetmagani uchun 0 butun hisoblab qo'yamiz. Oxirgi savolga ham yetib keldik. Demak, 10-savol. Burchak AOY ni topish kerak. AOY demak mana. Mana 5x lik burchakni topishimiz kerak ekan. Xo'p, AOB bizada yoyiq burchak ekan. AOY ni o'zi 5x, YOD x, DOB esa 90 gradus ekan. Demak, mana bu 90 gradus bizada. Xo'p, demak, mana bu qismiga ham yoyiq burchak bo'lsa 90 gradus qoladi-da. Bundan kelib chiqadi. X qo'shilgan 5x imiz 90 bo'lishi kerak-da. Demak, bu 6x ga teng. 6x imiz 90 bo'lsa, bizada x imiz nima bo'ladi? 90 ni 6 ga bo'lishimiz kerak. Bu bizada 15 gradusni beradi. Bizadan nimani so'ragan edi? YOD burchak. AOY degan farq. AOY bu bizada 5x ga teng edi. 5x imiz 5 ko'paygan 15 gradus bo'ladi. Bu bizada 75 gradusga teng. Demak, buni javobi 75 gradus ekan. Demak, shu bilan 15-iyul 2026-yil 2-smenada tushgan savollarni ham tahlil qilib bo'ldik. Bizni kuzatishni davom eting. Qo'llab-quvvatlash uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Videoga sharh qoldiring va albatta like bosish esdan chiqib ketmasin. Sababi bizni keyingi ishlarimiz uchun va keyingi videolar uchun bu motivatsiya bo'ladi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.